Lima shahrida bo'lib o'tgan bu nufuzli musobaqa o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi eng katta sport tadbirlaridan biri hisoblanadi. Musobaqada 77 mamlakatdan jami 531 nafar sportchi ishtirok etdi. O'zbekiston terma jamoasi chempionatdan ajoyib natijalar ko'rsatdi. Bugun Toshkent xalqaro aeroportida sportchilarimizni tantanali kutib olish marosimi o'tkazildi. Atletika bo'yicha Peruda o'tkazilgan jahon chempionatida O'zbekiston o'smirlar va yoshlar terma jamoasi 17 ta medalni qo'lga kiritdi. Guvohi bo'lib turganingizdek, Toshkent xalqaro aeroportida bugun ularni tantanali kutib olish marosimi o'tkazilmoqda. Terma jamoamiz 3 ta oltin, 8 ta kumush va 6 ta bronza medali bilan chempionat peshqadamlaridan bo'ldi. Biz esa musobaqa qanday o'tgani bilan qiziqib, sportchilarga mikrofon tutdik. Musobaqa jarayonlari zo'r o'tdi. Hammasi biz xohlagandek bo'ldi. Dast ko'tarishda 106 natijani qayd etdi. Siltab ko'tarishda 170 kilogramm natija. O'sha jarayonda eng oliy o'rinni olganingizni eshitganingizda qanaqa hissiyotlar bo'ldi sizda? Endi hissiyotlarni gap bilan tasvirlab bo'lmaydi. Jahon chempionatidan 3 oy oldin trenirovka jarayoni qattiq bo'ldi. Zo'r tayyorlandik. Qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Oltin medal uchun yurakdan harakat qildik. Yordam bergan ota-onamga, prezidentimizga, qolaversa trenerlarimga rahmatimni aytaman. Qozog'istonda Osiyo chempionatimiz bor, yana o'sha musobaqaga yana puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadim. Hayajon bo'ldi, ammali bo'ldi. Xudoga shukr, yomon bo'lmadi musobaqamiz. Shuncha mehnatda mana mevasi chiqdi. Xudoga shukr. 2018-yil Olimpiadaga chiqib, bu yerda ham oltin medal olishni xohlasa. Erkaklar terma jamoasi yoshlar o'rtasida umumjamoa hisobida 4-o'rinni egalladi. Ular uchun chin dildan xursand bo'lganlar qatorida ota-onalari va murabbiylari bor. Bu natija men uchun katta bir baxt. Kelajakda davomli bo'lishini xohlayman. Bu o'zi katta baxt. Bu yerda birinchi o'rinni olib, O'zbekiston madhiyasini kuylatish har kimga ham nasib qilmaydi. Bu narsa meni qizimga nasib qilganidan bag'oyat xursandman. Ko'chada kim ko'rsa, juda ham bir boshqacha ko'tarinki ruhi bilan tabriklashyapti. Endi farzandim uyimizga yetib borsa, to'y xudo xolasa. Sportchilarimiz orasida jahon rekordni qo'ygan sportchilarimiz ham yo'q emas. 2 oltin va 1 bronza medal qo'lga kiritgan Isanboy va Mohinur sportchimiz mana oltin medal qo'lga kiritdi. Yosh sportchilarimiz orasida Osmonov Alisher sportchimiz ham o'zining shaxsiy rekordlarini yangiladi. Akbar Jo'rayev, Ruslan Nuriddinov kabi yosh sportchilarimiz o'sib kelmoqda. Sportchilarimiz deyarli hammasi o'z shaxsiy rekordlarini yangiladi. Sportchilarimiz orasida ma'lumki, o'smirlar Osiyo o'yinlarida, Bahraynda bo'lgan Osiyo o'yinlarida tarkibimiz o'zi ma'lum. O'zbekiston sporti har birimizni faxrlantiradi va kelajakda yanada yuksak cho'qqilarga erishishiga ishonamiz.